Ki murad-ı maksad Xudo ba murad-ı maksad rasonan sağ olmadan salomat peş farzandoshun baravan. Allahu akbar. Allah. Assalomu alaykum. Bugungi videomuz Tojikistondan bo'ladi. Hojibon oldiga keldik. Mana darvozalarni olib keldik. Hojibo, darvozalar ma'qulmi? Assalomu alaykum. Ukalar bu darvozani biza telefon bilan topgan edik. Bu ustalarni Mana Xudo xolasa. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa mana bu O'zbekistondan Farg'ona viloyatidan mana Dushanbe mahallasiga kelishdi. Mana darvozalar ma'qul, ishlar ma'qul. Nima va'da qilgan bo'lsa o'sha va'dalarni balla ijro qilishdi. Xuddi O'zbekistondan Tojikistongacha kelsam ancha yo'l va'da qilishganlar. Mana keldi. Xudo xolasa videoni ko'rib borsalar, darvozaning o'rnatilgan holatlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Hojibodan bitta oxirida chiroyli duo olamiz. Xudo xolasa Videoni kuzatishda davom etinglar. Ishni boshladik. Xo'p. Do'stlar, mana va nihoyat darvozamizni o'rnatib oldik Dushanbedagi. Ko'rishlaring mumkin. Bu darvozamiz qisqasida tanishtirib o'tamiz. Eniga 4 metr, bunisi kattasi, kichkinasi 1 metr. Bo'yiga esa 3.55 ga tayyor bo'lgan holatda shu darvozamiz. Shu darvozamizda materiallari bilan tanishtirib o'tamiz. Aka yaqinroqdan ko'rsatib o'tasiz. Bu atrofizdagi kesaklari hammasi 10 ga 5 shvellerdan bo'ldi. Ichidagi profillar 6 ga 4 1.7 lik stenkada, listlari 2 lik stenkada, hamma joyi garyachi materiallardan ishlatilgan. Xudo xolasa bir eshigimiz uzoq vaqt xizmat qiladi. Mana ochilib yopilishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Zuber zamoydan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa egalarining yaxshi kunlariga xizmat qilsin. Yopilishlariga, ochilishlariga gap yo'q. Xudo xolasa darvozamiz mana ko'rishlari mumkin. Bu darvozamizga ham hamda chiroyli nerjikalarni qo'yib berdik. O'zlariga yarashgan holatda chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa hozir Hojibodan bitta duoni olamizda, biz esa yo'lga chiqamiz. Hojibo, qanday bitta duo etishim? Amin. Xudo hami safaratona bexatar kına. Sağ omade selamat ravi. Allah-u buzurg nigahban boşa. Çi hizmeti ki der hamica kade Allah-u buzurg şahid است. Ma razıyım. Hami xona to'y xona şahadan. Allahu akbar. Darvoza ma'qulmi? Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin.